Cho'l bo'ktargisi. Cho'l bo'ktargisi lochinsimonlar oilasiga kiruvchi juda chiroyli va tezkor yirtqich qushdir. U yurtimizning cho'l va dashtlarida, ayniqsa Amudaryo, Sirdaryo va Zarafshon daryolari bo'ylarida uchraydi. Bu qushning qanotlari uzun va ingichka bo'lib, u yer bag'irlab past uchishga moslashgan. U o'zining ozuqasini sichqonlar, kaltakesaklar va mayda qushlarni ana shunday past uchib yurib qidiradi. Bahorda, ya'ni mart va may oylarida uchib keladi. Kuzda esa avgust va oktyabr oylarida issiq o'lkalarga, Afrika va Hindistonga uchib ketadi. Qishda esa ba'zilari yurtimizning janubiy qismlarida qishlab qoladilar. Afsuski, keyingi yillarda cho'l bo'ktargilarining soni kamayib ketmoqda. Bunga bir qancha sabablar bor. Ular yashaydigan cho'l va qo'riq yerlarning odamlar tomonidan o'zlashtirilishi, ozuqasi, ya'ni sichqon va kaltakesaklar sonining kamayib ketayotgani, tabiatdagi qurg'oqchiliklar bunga asosiy sabab bo'ladi. Cho'l bo'ktargisi tabiatning sanitari hisoblanadi. U zararli kemiruvchilarni, ya'ni sichqonlarni ovlab, qishloq xo'jaligiga katta foyda keltiradi. Bu qushni ovlash qat'iyan taqiqlanadi. U nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro qizil kitobga ham kiritilgan. Biz tabiatning bunday noyob ne'matlarini asrashimiz kerak.